Assalomu alaykum, Atikar gaz servis obunachilari. Bugun sizlarga obzor qilayotgan mashinamiz Traves. Bunga ham propan gaz o'rnatdik. Hozir buni sizlarga bitta obzor qilib ko'rsataman. Birinchi qo'yilgan narsalarni detallar ko'rsataylik zapchastlarimiz. Injektor 48 ga 4 blok ikkita. Bu 48 6 hisobida ishlaydi. Yevropa gazdan. Reduktorimiz Lavato. Bu haqiqiy erkak desak bo'ladi. Nimaga? Bu 300 kilovatli, 400 dan ham sal oshiqqa to'g'ri keladi ot kuchi. Injektorimiz Rayli Comli italyanskiy injektor bo'ldi. Trubkalar termoplast. Bilasizlar, ma'lumot o'rnida Traves bu tipdagi motorlar GDI sistemada chiqadi. Bu GDI bo'lgandan keyin avtomatik ozgina benzin bilan smeshini ishlaydi. Endi hozir yurib, yana podrobniy tushuntirib, yurgan holatida necha foiz rasxod benzin qo'shyapti. Sizlar bilan buni hozir ko'rib chiqamiz. Bitta orqasini ko'rsatamiz. Xo'p, bu mashinamiz orqa qismiga 72 litrli Turetskiy propan ballon qo'yilgan. Turetskiy blok armatura, uровень datchik ishlaydi. Bu termoplast trubkadan foydalanilgan. Bilasizlar, buni orqa qismi sal ukloni bo'ladi, sal ukloni turadi ballon, lekin gaz oxirigacha rasxod qilaveradi. Chunki bularda sal zapaska joyi qiyshiqroq qilingan. Bu yerda o'zini plasmasi olib tashlab turib, o'sha panel orqali o'sha chexolchilar qilib beradi. Tekis katta polka qilsa bo'ladi. Bu qolgan joyga xohlasalaring dollar-polda taxlasalaring bo'ladi. Xo'p, mana yuryapmiz. Mashinamiz gazda ishlayapti. Tabloni ham ko'rsalar ham bo'ladi. Hech qanaqa chek yonmaydi. O'zi qachon chek yonib qolishi mumkin? Bularda bilasizlar, nasos ikkita bo'ladi. Bitta o'zini benzin nasosi, ikkinchisi o'sha TNVda nasos bo'ladi. O'sha kelib turgan 5 bosimli benzinda TNVda nasos tez sekin yurishga qarab turib 50-60 bosimgacha olib chiqadi. Buni hozir dalniy moment masalan 34 bosimda ketyapti. Hozir buni ko'rsatamiz yana. Agar shuni normadan ortiq benzinni kamaytirib yuborilgan bo'lsa, chekib olib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu GDI sistemalarda iloji boricha benzinni kamaytiriladi, lekin chek yongan joyda yana jicha qo'shiladi. Mana hozir ozgina shu o'rinda ko'rsatib o'taylik, baribir ko'pchilik tushunmaydi. Mana bu hozir 30 bosim, bar deysizlarmi, bosim. Hozir TNVda nasosda bor, o'sha injektorda yo'lida. Endi hozir mana gaz bosamiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring 60 gacha chiqdi. Bu 60 haqiqiy metanda agar bosimga taqqoslasalaring xuddi 60 davlen deysizlarki, xuddi shunaqa mana bosim bo'ldi mana. Mana 30, 40 bu yurganda ko'tarilaveradi. Mana hozir mana 140 gacha olib chiqdi. Nimaga 140 gacha olib chiqdi? Mashina gazda ishlayapti. Benzin ketkizmagan hisobiga bu bosim ko'tarildi. Qisqasi o'ta bosim normadan ko'tarilib ketsa, mashina o'zini chek yondiradi, avariy rejimga chiqarib tushirib qo'yadi. Hozir bitta yuraylik, benzin qancha rasxod qiladi, qo'shadi. Hozir tekshiramiz, bosib ham sekin ham haydab ko'ramiz. Korreksiyalarda o'sha eng normaga qo'yib oldik, chotki qilib. Hozir endi buni bitta yurib tezroq hamda sekin holatda benzin foiz qo'shish rasxodlarini ko'rsak bo'ladi. Mana operator bitta ko'rsating siz. Mana shu narsa, mana shu birinchi 9, mana shu 5 turgan narsa hozir dalniy moment shu benzin ketyapti degani. U bosganda kamayib ko'payishi mumkin. Mana shu holatda mana 50-60 ketyapman. Buni o'rtacha olib keting, bu o'ynab turadi. O'shandan keyin общий hisobdan mashina foiz chiqaradi benzin qo'shishiga. Baribir bunaqa mashinasi borlarga qiziq, yo benzinimni o'chirib bering deyishi mumkin, yoki bo'lmasa rasxodni kamaytiring deganda o'sha mashinalar hammasi teoretik qiladigan bo'lsangiz, normada ketish kerak. Mana hozir mana 30 ga ham arada olib chiqdi, mana 5 ga tushirdi. Bu qanaqa moment bitta ko'p qo'shadi, TNVda nasosda davleniya oshib ketsa, benzin ozgina ishlatib oladi, ozgina. Keyin yana shu o'rinda bitta joyini aytib o'tib ketish kerak. Sizlar qattiq haydasalaring ham, sekin haydasalaring ham pashti bu benzin rasxodiga ta'sir qilmaydi. O'ta qattiq haydaganda ham benzin ko'p qo'shmaydi. Gazni o'zini ko'p qo'shishi mumkin, benzinni juda ko'p qo'shmaydi. Основной городской rejimda benzin ko'p qo'shadi. Nimaga? Bunda to'xtab qo'zg'alish ko'p bo'ladi. O'sha paytida mashina benzin nisbatan ko'proq rasxod qiladi.
Hozir biz primerni trassa rejimida ketyapmiz. Masalan 60-70, hozir buni sal tezroq yuramiz. Hozir bosib ko'rganim yo'q, faqat rasxodini bitta ko'rsataman. Hozir shu holatda necha foiz rasxod qiladi. Men hozir 80-90, hozir 100 ga olib chiqaylik. Bu yo'l o'sha 100 ga chiqib qolsa bo'ladi. Va hozir 902 kilometr gazda yuribmiz. 10% benzin rasxod qildi shu holatda yurishimizga. 10% rasxod qildi. 10 kilometrga 10%. Buni oddiyroq tushuntirish uchun 17 ta yili, 17 ta foizda 10%. 1.7 litr avtomatik shu holatda, agar shu holatda yursa, bu 100 kilometr bo'lsa, avtomatik 1.7 2 litr o'rtacha benzin har 100 kilometr uchun ketadi. Benzinning foizi shunaqa taqsimot bo'ladi. Endi mana hozir buni o'chiramiz. Endi men sal qattiqroq haydab ko'raman, ham tortishlarni boshqatdan tekshiramiz. Xo'p, to'xtab 0 dan bir ko'raylik, 100 ga qanaqa tez chiqadi. O'sha 100 ga chiqdi. Xo'p, mana endi ikkinchi yurishimiz ham bo'ldi. Mana hozir bu yerda 709 kilometr, 8 kilometr yurdik. Mana 12% bu nagruzkali holatda hozir benzin ishlatdi. O'zinglar mana tushunib qoldilaring. Qanaqa yurishga qarab benzincha katta qo'shmaydi, lekin gazni nisbatan ko'proq qo'shadi. O'rtacha bu mashinamiz shu holatda 10-15% benzin rasxod qilib yuradi, bu har doim. Gabaritga nisbatan tez, a? Shu o'rinda bitta narsani aytmoqchiman. Men o'zim ham har xil mashina ko'p alishtirib haydayman. Keyin klientlarga ham ko'p haydaymiz. Endi har xil marka, ayniqsa inomarkalar kelsa iloji yo'q, yurib test qilishim kerak bo'ladi o'zim. Любой mashinani bitta haydab ko'rib, atziv bera olaman. Lekin bu mashina haqiqatda puliga stoyishchi mashina. Misol Captiva'dan keyin bunga o'tgan odam Captiva mana shu tog'orada deb o'ylab qolsa kerak. Chunki men Cadillac Escalade'ni ham bir haftacha haydab yurganman. O'sha $200,000 o'sha hozir internetlarda saylanib turgan mashina. O'shanga men qisman o'xshatdim. Endi unda sal yana ham ancha komfort bor. Endi agar o'sha mashinani minganlar bo'lsa aytishi mumkin, sen nimaga taqqoslayapsan deb, lekin yaqin keladi bu. O'zini tutishlari, mashinani olib qochib ketishi, taxo, traves, bu
Endi Cadillac baribir boshqa dunyo, o'ta komfort klass mashina, premium klass degan bo'ladi, lekin haqiqatda puliga stoychi mashina. Olsangiz maza qilib haydaysiz. Buni o'zini upravleniyalari, tutishi, yumshoqligi, uzoqda oldindan ancha uzoqda ko'rasizlar. Bitta o'tirganligini, ayniqsa bu hoji amakilarga yarashib yoradi. Shunday masjidda oldiga, shunday biron joyga salqinga qo'yib, sekin namozni o'qib chiqsangiz, bunday qaraysiz, oldilaringiz hamma yoq ko'rinadi. Haqiqatda zo'r mashina. Hali hammamizga o'sha ota-onamizga, dadalarimizga olib berish nasib qilsa, haqiqatdan men havas qilaman. Endi imkoniyatimiz bor va olib beramiz, xudo xolasa. Endi katta mashina xohlashmaydi-yu, lekin zo'r mashina. Men tavsiya qilaman. Chunki men boshqa uncha mashinani obzor qilishga qiziqmayman, o'zim soham boshqa, lekin haydab ko'rib, men o'zimni bahoyimni bera olaman. Men bahoyim bu mashinaga 5. Puliga stoychi mashina deb o'ylayman. Mana yurib keldik, yurishlarini qisman sizlarga qanaqa holatda benzin qo'shadi, ozgina tushuntirib berdim. Xudo xolasa bu mashinalarga ham gaz qo'yilsa, hech qanaqa muammo yo'q. Endi birinchi ko'pchilik o'ylaydi, hididan u temalar o'zi qoldi, hididan xudo xolasa umuman muammo bo'lmaydi. Yurishida ham mana hech qanaqa muammo yo'q. Gazda yurilang, benzinda yurilang, farq qilmaydi. Shunaqa marka yoki bundan balandroq marka farqi yo'q. Qanaqa mashinalaring bo'lsa, iloji boricha idealniy qilib o'ziga mos kompleksiyalar bilan qo'yib beramiz. Xizmatlar bo'lsa, mana pastda nomer qoldiramiz, ko'pchilik nomer so'raydi. Aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.